Bolalik sehrdir zangori fasl. Vatanning ertasi tamal toshlari, saodat kuchidan kuch olgan nasl, yurtimning tuganmas sarchashmalari. Darhaqiqat, bolalik inson hayotidagi eng quvonchli, beg'ubor va unutilmas davr. Mana shunday tabiat qo'ynida sayr qilishni, do'stlar bilan birgalikda maroqli vaqt o'tkazishni, quvonchli sarguzashtlar bilan boyitilgan ta'tilni boshdan kechirishni har bir bola orzu qiladi. Aynan shu orzularni amalga oshiradigan maskanlardan biri bu esa Navoiy viloyatining Sarmishsoy vodiysida joylashgan Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohidir. Keling, oromgohning qulayliklari hamda bolalarning yozgi ta'til davridagi jarayonlar tafsiloti bilan birgalikda o'rtoqlashamiz. Navoiy viloyati Navbahor tumanining betakror tabiati Sarmishsoy vodiysida joylashgan Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohi har yili minglab o'quvchilar uchun chinakam quvonch, do'stlik va unutilmas taassurotlar manziliga aylanmoqda. Bu yerda yaratilgan qulay sharoitlar, boy dastur va tabiiy muhit bolalarning yozgi ta'tilini nafaqat maroqli, balki foydali o'tkazishlariga xizmat qilmoqda. Oromgohda bolalarning osoyishtaligi va tinchligi eng ustuvor vazifa sifatida qaraladi. Ayniqsa, bu yerda harbiy qorovullar tomonidan doimiy qo'riqlanish yo'lga qo'yilganligi xavfsizlikka qaratilgan jiddiy e'tiborning yaqqol isbotidir. Navoiy tog' metallurgiya kombinatiga qarashli Sarmish bolalar oromgohining qo'riqlash bo'limida ishlayman. Hozirgi paytda bolalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida kunduzgi va tungi smenalar tashkil qilinib, bolalar xavfsizligi ta'minlanmoqda. Va yana yordamchi kuch sifatida ichki ishlardan, Milliy gvardiya va yong'in xavfsizligi bo'limlaridan bizga yordamchi kuch berkitilgan. Xodimlar uchun ham dam olishga yaxshi sharoit yaratilgan. Umuman olganda bolalar xavfsizligi ishonchli qo'llarda. Ota-onalar farzandlarini bu oromgohga ishonch bilan yuborishlari mumkin. Chunki bu yerda har bir bolaning salomatligi, xavfsizligi va osoyishtaligi ta'minlangan. Sarmish oromgohi nafaqat go'zal tabiati va zamonaviy sharoitlari bilan, balki xavfsizlik borasidagi yuqori darajadagi tashkiliy ishlari bilan ham ajralib turadi. Har bir bolaning salomatligiga oromgohda eng muhim qadriyat sifatida qaraladi. Tibbiy punkt 24 soat faoliyat yuritadi. Malakali shifokorlar tomonidan bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va zarur hollarda tez tibbiy yordam ko'rsatiladi. Bu esa ota-onalarga xotirjamlik, bolalarga esa ishonch bag'ishlaydi. Men 17 yildan beri mana shu Sarmish oromgohiga har yili ishlashga kelaman. Bu yerda hozir bolajonlarimiz 672 ta bola dam olmoqda. Bizlar 24 soat o'shalarga xizmatdamiz. Bolalarning salomatligi uchun, o'sha kasalliklarni oldini olish uchun har doim nima desam prosevit ishlarini olib boramiz. Ertalabdan kechgacha shularga xizmat ko'rsatamiz. Shu oromgohdagi bolalar salomatligi biz shifokorlar uchun muhim. Bizlar shu bolalarni ota-onasiga sog'-salomat topshiramiz. Sarmish bolalar oromgohida har bir kun nafaqat maroqli, balki bilim va taassurotlarga boy tarzda o'tish uchun maxsus ekskursiyalar ham tashkillashtiriladi. Bu sayohatlar orqali bolalar tabiat go'zalliklari, tarixiy obidalar, qadimiy qoyatosh suratlari hamda o'z yurti boyliklari bilan bevosita tanishish imkoniga ega bo'lishadi. Sarmishsoy darasiga uyushtiriladigan sayrlar ayniqsa qiziqarli va o'zgacha ilhom bag'ishlaydi. Bolalar qadimiy qoyatoshlardagi sirli suratlarni tomosha qilib, ularning tarixi haqida ma'lumot oladi. Sarmish oromgohi joylashgan hudud tarixiy ahamiyatga ega. Bu yerda ov sahnalari, turli hayvonlar, odamlar va urf-odatlarni o'zida aks ettiruvchi tasvirlar tushirilgan qoyatoshlarni ko'rishingiz mumkin. Bunday yodgorliklar esa bolalarda tarixiy ahamiyatga, qadimiy ajdodlar hayotiga bo'lgan qiziqishni, milliy o'zlikka bo'lgan qiziqishni uyg'otadi. Bu ekskursiyalar orqali bolajonlar nafaqat dam olishadi, balki yurt tarixini chuqurroq anglaydilar. Estetik didi va dunyoqarashi kengayadi. Aynan shuning uchun har bir ekskursiya bu ulkan hayajon, quvonch va o'zgacha taassurotlarga boy bilimli sayohatdir. Oromgohda o'quvchilarning ijodiy salohiyatini namoyon etishga alohida e'tibor qaratiladi. Ayniqsa,
Oromgohda o'tkaziladigan sharqona yarmarkalar bolajonlar uchun chinakam bayramga aylanadi. Mazkur yarmarkalarda bolalar o'z qo'llari bilan tayyorlagan turli hunarmandchilik mahsulotlari, suratlar, suvenirlar, bezak buyumlari va boshqa ijodiy ishlarni namoyon etishadi. Sarmish oromgohimizda juda ham iqtidorli bolalar shu yil juda ko'p tashrif buyurishgan. Qisman raqqos bolalarimiz bor, juda ham rubob chalishni biladigan, doira chalish, skripkada o'ynaydigan bolalarimiz juda ham ko'p tashrif buyurishgan. Ularni talantlarini biz ochmoqdamiz. Chunki bizda ko'ngilochar kechalarimiz juda ko'p bo'ladi. Ko'ngilochar kechalarda bu bolalar o'zlarining mahoratini namoyish etib keladi. Har kuni bizda juda ham bayramlar juda ko'p tashkillashtirilgan oromgohimizda. Bolalarni ko'proq bizlar ichki salohiyatini ochishiga turtki beraveramiz, bolalar qolganini o'zlari davom etib ketishaveradi. Chunki ular iqtidorli, juda ham kuchli bolalar. Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohini bolalarni vaqtini mazmunli o'tkazish uchun bizda barcha to'garaklar mavjud va bu to'garaklar hozirda juda ham ish faoliyatini zo'r olib borishadi. Bu yerda hamma bolalar juda ham qiziqib to'garaklarga qatnashadi. Bugungi bolalarimizga Sharqona bozorimiz Sarmish oromgohida tashkillashtirildi. Bu bolalarga nima beradi deganda, bu bolalarga shu 14 kun mobaynida shu yerda yashab, o'zlarini barcha bolalar bo'sh qo'l bilan ketmasligi uchun, sovg'a salomlar bilan ketishi uchun bu Sharqona bozorimiz tashkillashtirilgan. Bu yerda bolalar hammasi bitta emas, ikkita emas, juda ham ko'p sovg'alar bilan ketishadi. Har doim ham shunaqa bozorimiz juda chiroyli va ajoyibki ruhda o'tadi. Bu Sharqona bozorimizda asosan bolalar o'zlari yasagan narsa bilan ishtirok etishadi va bu yerda bolalar o'zlari yasagan narsalarni o'zlari bir-biriga sovg'a tarifasida bir-biriga ulashishadi va bolalar bulardan bir-biridan juda ham xursand bo'lishadi. Men Zarafshon shahridan Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohiga tashrif buyurdim. Hozirda mazza qilib dam olayapman. Hozirda bizda yarmarka bo'lyapti. Bizga pullar berishdi hamda biz u pulga o'zimiz qo'l bilan yasagan narsalarni sotib oldik. Ertaga esa oxirgi kunimiz. Biz bu lagerdan mirqib dam olib, bu yerda men ko'plab do'stlar orttiryapman. Bu yerdagi qulayliklar juda ham yaxshi hamda menga juda ham yoqdi. Sarmish oromgohiga keldim, xursand bo'lib kelganman. Bu eng yoqtirgan Sarmish oromgohim. Bu yer juda qulayliklar menga yoqadi. Ovqatlari juda yaxshi. To'garaklar hammasi zo'r o'tiladi. Musobaqalar hamma narsa bizda bo'ladi. Men har turli sportlarni o'rganib keldim. Musobaqalar zo'r o'tiladi, faqat har kun zo'r musobaqalar bo'ladi. Men bu Sarmishda do'stlarim juda ko'p orttirdim. Men bu Sarmishda xursandman. Bu yarmarka nafaqat milliy an'analarimizni aks ettiruvchi ko'rgazmaga aylansa, balki har bir ishtirokchi bolaning ijodkorligini, didini va mehnatsevarligini ochib beruvchi maydondir. Bolalar o'z mehnati evaziga tayyorlagan buyumlarni ko'rgazmaga qo'yib, savdo qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga, o'z mehnatining qadriyatini anglashga xizmat qiladi. Sarmish sog'lomlantirish oromgohiga men 3 yildan beri kelaman. Bu yil eng zo'r lager va juda ham qiziqarli va ko'p to'garaklar bor. Ko'pincha menga best-sel yoqadi va bu yoqning chiroyligi, gullar va tog'lar juda ham ko'p va kino va diskotekalar juda ham ko'p bo'ladi. Bu yilda bizning vaqtimiz ham juda ham maroqli o'tadi. Bu yil zerikarli emas, juda ham mazali, maroqli. Sportga oshno yoshlar uchun turli maydonchalar, voleybol, basketbol, futbol hamda stol tennisi, basseyn mavjud bo'lib, bu yerda har kuni sport musobaqalari hamda kundalik mashqlar o'tkazib boriladi. Bu esa o'quvchilarni sog'lomlashtirish hamda jismoniy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Ma'naviy ijodiy rivojlanish uchun esa oromgohda teatr, raqs, musiqa, kitobxonlik, tikuvchilik, mohir qo'llar, rassomchilik kabi to'garaklar faoliyat yuritadi. Oromgohdagi zamonaviy kutubxona bu bolalar uchun nafaqat bilim manbai, balki orzular, tasavvurlar va xayolotlar olamidir. Kitob o'qish orqali ular hayotga yangicha qarashni, qadriyatlarni tushunishni, ijodiy fikrlashni o'rganishadi. Ertaklar, tarixiy asarlar, she'rlar va hikoyalar bolalikni yanada go'zal va mazmunli qiladi.
Sarmish bolalar oromgohida 2 hafta bolalarimiz maroqli dam oladi. Maroqli dam oladi deganimning sababi bolalar uchun turli fan tugaraklari, har xil o'yinlar tashkil etilgan. O'tgan yilgidan bu yil Sarmish oromgohimiz yanada chiroyli, yanada ko'rkam, remontdan chiqqan, bolalar uchun hamma sharoitlarni yaratib, bolalarimizni chiroyli kutib oldilar. Bugungi kunda bolalarimiz biser, tugaragi, futbol, voleybol, kutubxonam yaxshi ishlab turibdi. Hamda tikish tugaragi, shaxmat shashka tugaragi, xullas tugaraklar bolalar uchun yaxshi xizmat qilmoqda. Bolalarimiz yaxshi dam olish uchun, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun har kuni radio tashkil etilgan. Radiodan o'zlarini ovozlarini, chiroyli gaplarni gapiradilar. Raqs tugaragiga qatnashib, chiroyli raqsga tushadilar. Xullas maroqli dam olishi uchun tarbiyachilar kecha kunduz bor imkoniyatlarni hisobga olgan holda, uxlamasdan jonini fido qilgan holda farzandlarimiz uchun yaxshi tarbiya berib, maroqli dam olish, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun xizmat qilmoqdalar. Men Sarmish oromgoh 2-mavsumga kelganman. Nega men aynan shu oromgoh tanlaganim uchun? Chunki bu katta, qiziqarli, yaxshi bo'lgani uchun 5 mahal ovqat beradi. Yana tarbiyachilar juda ham zo'r, qiziqarli. Bizani har kuni kayfiyatimiz ko'taradi. Ko'pilli teatrlar bo'ladi, estradalar bo'ladi. Har kuni bizani ochilish marosimlariga etadi. Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohi zo'r. Men Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohiga keldim va bu yerda vaqtimni mazmunli o'tkazish uchun turli xil to'garaklar bor. Men ko'proq biser, mohir qo'llar to'garagiga kelaman. Bu yerda biz biser mahsulotlaridan sumkachalar, turli xil gullar, brasletlar yasaymiz. Menga bu to'garak juda ham yoqadi va Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohiga kelganimdan bag'oyatda xursandman. Sarmish bolalar oromgohida barcha to'garaklar qatori kutubxona ham muntazam ishlab turibdi. Kutubxonada otryadlar o'rtasida musobaqalar, she'riyat kechalari, mushoiralar, viktorinalar o'tkazilib turibdi. Bunda eng yaxshi kitobxon nominatsiyasi bo'yicha eng yaxshi kitobxon sovrinini olgan o'quvchilarimiz kitoblar bilan, sovg'alar bilan taqdirlanadilar. Bolalarimizni kitobga bo'lgan qiziqishi juda ham kuchli. Hammalari sovg'a olishga, ana shu ko'proq kitob o'qishga intiladilar. Farzandlarimizni kitob o'qishi uchun barcha sharoitlar bu yerda muhayyo. Chunki bu yerda ertaklar olami, mana shu ulug' ustoz shoirlarimizning kitoblari, hajviy kitoblar, topishmoqlar, barcha turdagi kitoblar muhayyo. Bular kitoblarni o'qib, hayotdan, mana shu kitobdan yaxshiliklarni o'rganadilar. Kitobsiz bilim bo'lmagandek, bular kitob tufayli hayotga odimlaydilar. Musiqa san'atiga qiziqqan yoshlar uchun bu yer iste'dod uchqunini charxlaydigan betakror makondir. Oromgohda gitaraga mehr qo'ygan, qalbini kuyga jo'r etgan yoshlar alohida e'tibor bilan qo'llab-quvvatlanadi. Men Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohiga kelaman 3 yildan beri. Menga Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohi juda yoqadi. Chunki Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohida juda ko'p to'garaklar bor. Men gitara va qo'shiq aytishga qiziqqanim uchun gitara chalishga kelaman. 14 kun davomida men juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohi juda zo'r. Ustozlar rahbarligida o'tkaziladigan mashg'ulotlar orqali bolalar gitara chalish texnikasini o'rganadilar, musiqa nazariyasi bilan tanishadilar hamda o'z repertuarlarini boyitadilar. Bu esa ularning sahna madaniyati, ijodiy fikrlash va o'zini erkin ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi. Sog'lom bola baxtli kelajak garovi.
Shu bois oromgohda bolalarning sog'ligini mustahkamlash va ularni to'g'ri ovqatlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Oromgoh oshxonasida har bir ovqat bolalar yoshi va ehtiyojlariga mos ravishda kaloriyalarga hisoblangan holda tayyorlanadi. Bu esa bolalarning to'g'ri va muvozanatli ovqatlanishini ta'minlaydi. Bizning Sarmish lagerimizda bolalarimizga shirin ovqatlar tayyorlab berishga harakat qilamiz. Zavtragimizga qaynatilgan tuxum, sariq yog'lar, kashalar, shirin choylar beramiz. Obedga birinchi, ikkinchi ovqatlar, salatlar harakat qilamiz bolalarning immunitlarini ko'tarishga. Kompot, bulchkalar, korjiklar, kechqurunga ham ovqat, vторой ужинga bolalarga yogurt, pechenye, konfetlar berishga harakat qilamiz. Bolalarimiz immunitlarini ko'tarishga, sog'lig'ini rivojlantirishga harakat qilamiz. Bolalarimiz tug'ilgan kunlarida biz ularning yanada kayfiyatlarini ko'tarish uchun piroglar pishirib, bolalarni rag'batlantiramiz. Ularga sovg'alar beramiz. Bolalar bundan xursand bo'lsin. O'zini ota-onasini yonida yurganda o'zini harakat qilishini xohlaymiz. Men bolalar salomatlashtirish oromgohida dam olyapman. Bu Sarmish juda ham zo'r, ovqatlari ham zo'r. Ovqatlarini xuddi o'zim o'yimdek his qilaman. Ko'p to'garaklar bor, to'garaklarga boramiz. Lagerda aylantiradilar. Har kechqurun diskoteka, estrada, kino ham bo'lib turadi. Hamma bizada 1dan 20 gacha otryad bor, birinchi sinfdan 14 yoshgacha mumkin. Sarmush bolalar oromgohida kechki vaqtlar bolajonlar uchun unutilmas lahzalar, quvonchli damlar bilan to'lib toshadi. Har kuni tun kirishi bilan oromgoh hududi quvonch, musiqa va qarsaklar sadolariga to'ladi. Bu yerda har kechasi bolalar uchun turli konsert dasturlari, viktorinalar, sahna ko'rinishlari va diskotekalar tashkil etiladi. Bu madaniy dasturlar orqali har bir bola o'zini iqtidorli, qadrlangan va baxtli his etadi. Aynan shuning uchun Sarmush oromgohi bolalarning nafaqat dam olishi, balki baxtiyor bolalik xotiralari bilan boyitilgan maskanga aylanadi. Oromgohda bolalar do'stlik, mustaqillik, ma'naviyat, tarix va bilim bilan yo'g'rilgan chinakam baxtli kunlarni boshidan kechirishadi. Ushbu maskanda bolalar ta'til vaqtini maroqli o'tkazishmoqda. Shunday qilib, Sarmush oromgohi bu sog'lom turmush tarzini shakllantiruvchi, ijodiy va intellektual salohiyatni rivojlantiruvchi, tarix va tabiat bilan tanishish imkonini beruvchi, keng imkoniyatlarga ega bo'lgan oromgohdir. Umuman olganda Sarmush bu bolalikning eng yorqin faslidir.